Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi ertaksevar bolajonlarimiz uchun Mening ertaklar kolleksiyam nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Bolajonlarimizga yangi dunyolarni ochadigan, ularni turfa tabiatli qahramonlar bilan yuzlashtiradigan, umrlarining eng go'zal lahzalariga bezak beradigan ertaklarning nashrga tayyorlanar ekan, kichiklar oldida qanchalik katta mas'uliyati borligini his qiladi kishi. Mening ertaklar kolleksiyam rukunida dunyo xalq og'zaki ijodining betakror namunalari, farzandlarimizni bolaligidanoq adabiyotga, kitobga mehr qo'yishlari maqsadi bilan nashrga tayyorlangan. Ushbu kitoblar eng kitobxon maktab loyihasi doirasida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ham alohida ahamiyatga ega. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.